Bu ish orqasida sizni kvartira narxida townhouse kutib turibdi. Birgalikda tomosha qilishga tayyormisiz? Qani ketdi. To'xtang. Birinchi bitta fasad qismi bilan sizlarni tanishtirib o'tay, kelinglar. Bunaqa townhouse'imizdan 3 dona edi. Bittasi sotildi, ikkitasi qoldi. Juda ham zo'r narxlarda ulgurib qolinglar. Qani endi ketdi, ichkari qismi bilan bittalab ko'rib chiqamiz. Ichkariga kirganingizda sizga shunaqa gostyevoy hol qismi kutib oladi. Xonadonimiz 4 qavatli, 6 ta xona, 4 ta sanuzyoli bor. Umumiy maydoni 350 kvadrat metr. Hozir esa birma-bir ko'rsatib o'taman. Bu yerda birinchi qavatdagi общий sanuzyol. Bu yog'imizda gostyevoy zal joylashgan, ko'rishingiz mumkin. Birinchi qavatimizda bitta родительский spalni oshxona qismi bor. Bu zinal orqali podval qismiga va shuningdek tepa qavatlarga ko'tarilishingiz mumkin. Remontlarga bitta baho bering, gap bo'lishi mumkin emas, did bilan qilingan. Ikkinchi qavatimizda 3 ta spalni, bitta общий sanuzyol. Menga yoqqan spalnilardan bittasi shu bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin. O'zini terrasa qismiga ega, gap bo'lishi mumkin emas. Eng qiziq joyini hozir sizlarga ko'rsataman. Yozda, oila davrisida mazza qilib vaqt o'tkazish uchun zo'r sharoit qilib qo'yishgan ekan. Xonadonimizning 4-qavati shunaqa keng terrasaga ega, tapchan, stol qo'yib qo'yib, yozda mazza qilib oila davrisida yoki ulfatlar bilan o'tirish uchun zo'r sharoitlar qilib qo'ysanglar bo'ladi. Bu townhouse'larimiz Salkovskiy ko'chada joylashgan, Mirzo Ulug'bek tuman, srochniy narxlarda sotilyapti. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, Lider Asset jamoasiga murojaat qiling.